Yo u yoki men. Kylian Mbappe Real rahbariyatiga ultimatum qo'yishi mumkin. Assalomu alaykum. Secretex obunachilari. Madridning Real klubi kiyim almashtirish xonasida kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Sababi Ispaniya matbuoti va ijtimoiy tarmoqlarda jamoaning ikki asosiy yulduzi Kylian Mbappe hamda Vinicius Junior o'rtasidagi munosabatlar keskinlashganligi haqida xabarlar ko'paydi. Taniqli insider Fransiya Gallardo bergan ma'lumotlarga ko'ra, fransiyalik forvard ba'zi jamoadoshlari, xususan Viniciusni sotqinlikda ayblamoqda. Vaziyat shu darajaga yetganki, Mbappening onasi va agenti Fayza Lamari yozda klub prezidenti Florentino Perezga qat'iy ultimatum qo'yishga hozirlik ko'rmoqda. Gallardoning ta'kidlashicha, Mbappe atrofidagi shaxslar masalani ko'ndalang qo'yishi mumkin. Yo Real Vinicius bilan xayrlashadi yoki jamoani Mbappening o'zi tark etadi. Bu xabarlar o'z-o'zidan paydo bo'lgani yo'q. Avvalroq jamoaning ba'zi yetakchi futbolchilari Mbappening Barselona bilan muhim o'yin arafasida Italiyaga qilgan sayohatidan norozi bo'lgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Hozircha na klub rahbariyati, na futbolchining vakillari ushbu ma'lumotlarga rasmiy munosabat bildirdi. Biroq Ispaniya nashrlari bu xabarni Madridda kutilayotgan katta portlash sifatida baholamoqda. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, joriy mavsum qirollik klubi uchun nihoyatda omadsiz kechmoqda. Madridliklar allaqachon Ispaniya kubogi va Chempionlar Ligasi bilan xayrlashib ulgurgan bo'lsa, La Ligadagi chempionlik poygasida ham imkoniyatlari deyarli qo'ldan chiqqan. Mazmun esa juda oddiy. Yo Vinicius bilan xayrlashiladi yoki Mbappening o'zi klubni tark etadi. Mana shu gapning o'ziyoq butun Yevropa futbolida haqiqiy portlash effektini berdi. Chunki gap oddiy futbolchilar haqida emas, gap dunyoning eng qimmat va eng mashhur, eng katta ego egalaridan biri bo'lgan ikki super yulduz haqida ketmoqda. Hammasi qachon boshlandi? Ko'pchilikning fikricha muammo aslida Mbappe Realga kelgan ilk kunlardanoq boshlangan. Sababi juda oddiy edi. Realning asosiy yulduzi kim bo'ladi? Viniciusmi yoki Mbappemi? Mana shu savol hali hanuz aniq javob topgani yo'q. Chunki Vinicius yillar davomida Realning asosiy yuzi bo'lib kelayotgandi. U klubning eng muhim o'yinlarida hal qiluvchi rol o'ynadi. Chempionlar Ligasi finallarida porladi. Muxlislarning sevimlisiga aylandi. Keyin esa Mbappe keldi. Mbappe nima kutgandi? Fransiyalik super yulduz Madridga oddiy futbolchi sifatida kelmadi. U yangi qirol sifatida kelgan edi. Ko'pchilik Mbappe kelishi bilan avtomatik ravishda jamoaning eng katta lideriga aylanishini kutgandi. Ammo bunday bo'lmadi. Sababi kiyinish xonasida allaqachon Viniciusning ta'siri juda kuchli edi va aynan shu yerda muammo boshlandi. Kiyinish xonasidagi ikki qutb. Hozir Ispaniya matbuoti Real kiyinish xonasida ikki guruh paydo bo'layotgani haqida yozmoqda. Bir tomonda Mbappega yaqin futbolchilar, ikkinchi tomonda esa Vinicius atrofidagi futbolchilar. Bu esa jamoa ichidagi muhitni juda keskinlashtirayotgan bo'lishi mumkin. Sotqinlik masalasi. François Gallardoning aytishicha, Mbappe ayrim jamoadoshlarini, ayniqsa Viniciusni sotqinlikda ayblamoqda. Hozircha bu gaplarning aniq tafsilotlari ochiqlanmagan. Ammo bu iboraning o'ziyoq muxlislarni shokka soladi. Chunki bunday ayblov oddiy tushunmovchilik emasligini anglatadi. Italiya safari nega muammo bo'ldi? Mojaroni kuchaytirgan eng katta voqealardan biri Mbappening Barselonaga qarshi muhim o'yin oldidan Italiyaga ketgani bo'ldi. Bu safar klub ichida juda yomon qabul qilingani aytilmoqda. Ayrim futbolchilar bunday paytda jamoa bilan qolishi kerak edi deb hisoblangan va aynan shu voqeadan keyin kiyinish xonasidagi sovuqlik yanada kuchaygani va
mishmishlar tarqalgan. Vinicius nima qilyapti? Hozircha braziliyalik futbolchi bu mishmishlarga umuman munosabat bildirmadi. Ammo uning atrofidagi sukut ham ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Ba'zi muxlislar agar bu gaplar yolg'on bo'lsa, nega rad etishmayapti degan savolni bermoqda. Florentino Perez eng og'ir qaror oldida. Tasavvur qiling, sizda ikki super yulduz bor. Ikkalasi ham klubning kelajagi sifatida ko'riladi, ammo ular bir-biri bilan chiqisha olmaydi. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Mana shu savol hozir Florentino Perez oldida turibdi va bu qaror Realning eng keyingi 5-10 yillik kelajagini belgilab berishi mumkin. Muxlislar ikkiga bo'linib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Real muxlislari allaqachon ikki lagerga bo'linib ulgurgan. Bir taraf dunyoning eng yaxshi futbolchisi, jamoa uning atrofida qurilishi kerak deyapti. Ikkinchi taraf esa Vinicius klub uchun ko'proq jon kuydirdi. Uni sotish xiyonat bo'ladi deb hisoblamoqda. Realning eng mavsumi nega bu qadar omadsiz kechdi? Ko'pchilik ekspertlar aynan kiyinish xonasidagi muammolarni sabab sifatida ko'rsatmoqda. Chunki qog'ozda Realning tarkibi ideal ko'rinadi. Mbappe, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Valverde. Ammo natijalar umuman kutilganidek bo'lmadi. Chempionlar Ligasi ketdi. Ispaniya Kubogi ketdi. La Liga ham deyarli boy berildi. Va endi ko'pchilik muammo futbolchilarning o'zida bo'lganimi degan savol bermoqda. Mbappe ketishi mumkinmi? Nazariy jihatdan ha, amalda esa juda qiyin, chunki Real uni juda katta loyiha sifatida olib kelgan. Ammo agar kiyinish xonasidagi muhit haqiqatdan ham yomonlashgan bo'lsa, unda har qanday ssenariy mumkin. Vinicius sotishchi. Bu juda katta shov-shuv bo'ladi. Sababi Vinicius oddiy futbolchi emas, u muxlislar sevimlisi, klubning reklama yuzi va jamoaning eng muhim hujumchilaridan biri. Uni sotish Real tarixidagi eng bahsli qarorlardan biriga aylanishi mumkin. Kiyinish xonasida nima bo'lyapti? Hozir eng katta sir aynan shu. Chunki tashqaridan ko'rinayotganidan ko'ra, ichkarida vaziyat ancha yomonroq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ispaniya matbuoti hatto Madridda katta portlash yaqin deb yozmoqda. Mourinho kelsa nima bo'ladi? Ko'pchilikning fikricha, agar Mourinho qaytsa, u kiyinish xonasini tozalashni boshlaydi va ehtimol aynan shu mojaro sabab kimdir klubdan ketishi mumkin. Mbappe yoki Vinicius? Kim muhimroq? Bu savolga javob berish juda qiyin. Mbappe global super yulduz, Vinicius esa Realning yuragi. Shu sabab Florentino Perez uchun qaror qabul qilish juda og'ir bo'ladi. Bizning fikrimiz, hozircha bu xabarlarning aksariyati mish-mish va insider ma'lumotlarga asoslangan. Lekin bir narsa aniq, Real ichida nimadir noto'g'ri ketmoqda, chunki bunday tarkib bilan sovrinsiz qolish tasodif emas. Va agar kiyinish xonasidagi muhit haqiqatdan ham buzilgan bo'lsa, bunda yoz juda issiq o'tadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kim klubda qolishi kerak? Mbappe yoki Vinicius? Agar ultimatum rost bo'lsa, Florentino Perez qanday qaror qabul qilishi kerak? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz har bir izohni o'qiymiz va albatta javob beramiz. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Videoga like bosishni, kommentariy yozishni va albatta Secret X kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki kanalimiz aynan sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz bilan rivojlanadi. Oldinda sizni yanada shov-shuvli, sirli va eksklyuziv futbol yangiliklari kutmoqda. Secret X bu futbol olamidagi yashirin haqiqatlar maskani.